matkani olib tashlaymiz, matkanlar birga miyomani olamiz deyishgan. Miyomani kattalashgan edi. Instagramdan sizni qidirib topib, 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa og'riqlik, hech qanaqa hech narsa sezmadim. Bugungi bemorimiz tizada 1,5 yil oldin konservativ miomettomiya qildirib ketganda, bugun mana qaytadan ko'rinishga kelganlar. Yaxshimisiz, Farida opa? Ha, juda ham zo'r, yaxshi. Bizga kelganingizda qanaqa edingiz o'zi ahvolingiz? Miyomani kattalashgan edi. Instagramdan sizni qidirib topib, yana chiqaman, hamma videolaringizni matka qoldiradi degan gapni eshitganimdan keyin yugurib siz og'ziga kelganman. Sabrimdan o'shandan keyin siz ko'rgizgan operatsiya bilan zo'r o'tganman. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. Men 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa og'riqlik, hech qanaqa hech narsa sezmadim. Juda zo'r holat. Bundan oldin boshqa vrachlarga ham murojaat qilganmisiz? Ha, murojaat qilganman. Ko'p vrachlarga borganimda oldin davolab ko'ramiz, agar bo'lmasa keyin matkani olib tashlaymiz, matkanlar birga miyomani olamiz deyishgan. O'shaning uchun men xohlamaganman-ku, cho'zilib yurib 4 yil o'tkazganman shu bilan. Endi uyog'iga qaytadan mioma chiqmasligi uchun gormonlarning fonlarini to'g'irlashingiz kerak, chunki siz operatsiyadan keyin hammasi yaxshi deb kino qo'ygansiz. Men hozir mana o'zingizda ko'rdim, hammasi yaxshi, haqiqatdan xudoga shukr. Lekin gormonlarning foningizni to'g'irlab, keyin meringiz bilan qo'yib qo'yamiz. Xo'p.